Assalomu alaykum aziz ustozlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi metodimiz Nilufar guli deb ataladi. Bu metodda siz o'quvchilarni 1 daqiqa ichida darsingizga jalb qila olasiz. Aynan bu metodni darsni boshlashdan avval yoki bo'lmasa o'tilgan mavzuni so'rashda ishlasangiz, qo'llasangiz bo'ladi. Keling, endi shuni ko'rib chiqamiz. Ustozlar, siz avvaldan mana bunday Nilufar gul shaklidagi mana gullarni tayyorlab olasiz. Bitta A4 formatli listga 6 ta sig'adi. Uni chiqarganingizdan keyin printerdan kesib olasiz. Rangli bo'lishi shart. Agarda rangli bo'lmasa, oq listlarda bu gullar ochilmaydi. Bu yerga motivatsion tilaklaringizni yozsangiz, o'quvchilar yaxshi kayfiyat bilan darsni boshlaydi. Ikkinchi varianti esa o'tilgan mavzuni so'rashda yoki bo'lmasam deylik, mustahkamlash bosqichida yaxshi samara beradi. Mana misol uchun tashlaysiz va bu gul ochiladi. Men misol uchun batkaoz o'quvchilarimga atab gap yozganman. Bular ikki bo'lganligi uchun bularni kayfiyatini ko'taradigan gap yozganman. Misol uchun olg'a ustozlar 100% orqangizda. Buni o'qigan o'quvchi tabiiy holda darsda yuqori kayfiyat bilan tinglaydi. Kelli o'quvchilar, endi sizlar ham bordinglar. Sizlarga bu atalgan tilaklarim. Olendilar. O'qing. Ishoning, siz o'qishga kira olasiz va siz yarim yo'ldasiz. Yaxshi, charoz o'qing. Talaba bo'lishingizga bir qadam qoldi. Yaxshi, Madina keling. Oling. Dinoza keling, siz hisob turing, ochilib turadi biz o'qiguncha. O'qish qanchalik qiyin bo'lmasin, siz bu borada albatta muvaffaqiyatga erishasiz. O'qish qanchalik qiyin bo'lmasin, siz bu borada albatta muvaffaqiyatga erishasiz. Yaxshi. Boshladi. Olavering endi. Keyin gullarga jam mahkam nima qilib o'rgaysizlarda? Talaba bo'lishingizga bir qadam qoldi. Yaxshi. Keling. Oling barchani. Ko'p sudda turib qoldi-da bu. Siz albatta talaba bo'lasiz. Men bunga ishonaman. Mana hurmatli ustozlar, bu metod ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlarga manzur bo'ldi. Darslaringizda albatta qo'llab ko'ring. Biz esa siz bilan xayrlashmaymiz, balki ko'rishguncha deymiz. Ko'rishguncha omon bo'ling.